Tug'ruqqa tayyorgarlik bu faqat sumka yig'ish emas, balkim o'zingiz va bo'lajak farzandingizni sog'lig'ini nazorat qilishdir. Agar siz 3-trimestrda, ya'ni tug'ruqqa yaqin davrda bo'lsangiz, quyidagi tahlillarni topshirishingizni tavsiya qilaman. Birinchisi bu umumiy qon tahlili. Bunda siz qondagi leykositlar, gemoglobin, trombositlar sonini bilishingiz shart. Ikkinchisi bu umumiy CD tahlili. Unda albatta oqsil va leykositlar soni juda ham muhim. Uchinchisi bu UZI yoki dopplerometriya tekshiruv usullari. Bu yordamida siz homilaning tug'ruqqa yaqin holatini ko'rishingiz kerak bo'ladi. To'rtinchisi bu KTG, ya'ni kardiotomografiya. Bunda homilaning yashirin gipoksiyasi yokida bachadonning holati tekshiriladi. Beshinchisi bu shifokor ko'rigi, ya'ni homilaning joylashuvi to'g'ri joylashganmi, yirikmi, ayoldagi shishlarni ko'rish kerak bo'ladi hamda qon bosimini nazorat qilib turish kerak bo'ladi. Oltinchisi bu qon guruhi hamda rezus. Bularga ham alohida e'tibor berish kerak. Yettinchisi bu qindan surtma yoki qindan va to'g'ri ichakdan bitta gemolitik stafilokokka surtma olinadi. Chunki bu bakteriya aynan homilani tug'ma pnevmoniyasiga yoki sepsisgacha ham olib kelishi mumkin. Sizchi, siz bu tekshiruvlardan o'tganmisiz? Izohlarda yozib qoldiring va bu videoni albatta saqlab qoling.